Demek present perfect zamanı. Present perfect. English Grammar in Use şu kitapni 13. unitinde belirleyen ekan. Şu kitaptan görüp işlashlarınızı tavsiye etamiz. I have done. Demek men bajarib bo'ldim degan ma'noni bildiradi ekan. Shu hozir tasvirlanganni kilitini yo'qotgan bola kilitini qidirib turibdi. He has lost his key. U kilitini yo'qotdi. Demek shu bo'lib turgan voqea present perfect'da ifodalansa bo'ladi ekan. Bu o'tgan zamonda kilitini yo'qotdi va hozir yo'qotgani yodini tushtirgan kilitini qarab turibdi. Kiliti yo'q. Hozir kilitini qidirishda davom etib turibdi. Bu zamonni present perfect'da ifodalasa bo'ladi ekan. Demek present perfect zamoni past, ya'ni o'tgan zamonda boshlangan va hozirda tugab natijasi hozirga o'shanib turibdi. I have lost my key. Men kilitimni yo'qotdim. Bunda egadan keyin have ishlatilib turibdi. Demak, I, we, you, zeylari have keyin fe'lning 3-shakli yoki bo'lmasa oddiy fe'l bo'ladigan bo'lsa ed qo'shib ishlatilar ekan. He, she, it, ya'ni 3-shaxs birliklarini has va unda ham fe'lning 3-shakli va ed qo'shib ishlatamiz. Demak, buni nechta ko'rsanishlar bor. Connection with the present. Hozirgi zamon bilan bog'liqligi. Demak, Ali has gone to Canada. Ali Kanadaga ketdi. Demak, hozir u bu yerda emas. Have you washed your hair? Sochingni yuvdingmi? Soching tozami degan savolni berib turibdi. Demak, bu zamonni hozirgi zamon bilan, ya'ni present bilan bog'lab ishlatilib turibdi. Endi to give new information, yangi ma'lumot berishda ishlatiladi ekan. I have lost my key. Yana shu gap. Kalitimni yo'qotib qo'ydim. Can you help me to look for it? Ya'ni kalitini yo'qotib qo'yganligi haqida ma'lumot berib turibdi. Uni topishga yordam berasizmi deb so'rab turibdi. Do you know about Ali? Alini bilasanmi? He has gone to Canada. Kanadaga ketgan. Bu yerda has ishlatilib turibdi. E'tibor bersangizlar, he bilan has keladi. He is emas, but he is bo'ladigan bo'lsa present continuous zamoni bo'laradi. Bu yerda ing bo'lishi kerak edi. Bu yerda fe'lni 3-shakli berilgani uchun buni darrov anglab olsak bo'ladi. Bu yerda present perfect zamonda has ishlatilganda. Demak, uni mashhur sinonim so'zlardan biri just. Hozirgina degan ma'noni bildiradi. Would you like something to eat? Navdir yeyishni xohlaysanmi? No, thanks. I have just had a lunch. Men hozirgina ujinatdim. Yoki bo'lmasa savol shaklida justni ishlatadigan bo'lsak, have you just arrived? Sen hozirgina yetib keldingmi? degan savol bo'ladi. Demak, already bomb signal so'zi. Don't forget to post the letter, will you? Demak, xatni tashlashni unutma, tushundingmi? I have already posted it. Men uni allaqachon tashlaganman. Demak, hozir javob berib turibdi. Sen tashlamading deb o'yladingmi? Men uni tashlaganman ko'p bo'ldi. Yoki bo'lmasa allaqachon tashlaganman. When is Tom going to start his new job? Qachon Tom o'zini toza ishini boshlaydi deb savol berib turibdi. It has already started. U allaqachon boshlagan.